Homiladorman. Homilador emas, namoz aybdorsiz, aybdor. Welcome back home, my teacher. Yo bana bobomro. Sadillo, me bilan qaraysan? Nima degani u? Men juda minnatdorman. Sapko'y uchun rahmat degani. Uyga siltan qani? Ishim bor. Dada ingliz tili domlama olib kelib. Taktik esingga ham jon. Esimgami aka? Jonim o'zimni. Welcome. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'ling. Nargiz. Yo bana Nargiz. O'g'ling ham xuddi o'zingday betarbiya, faqat qizlarni uradi. Bu meni o'g'lim emas. Uramading? Yo'q Nargiz, men seni kutdim, to'g'risini aytaman. Men ham xuddi shunday. Seni kutib, 4 tadan ajrashdim, 8 ta bola bilan. Buni qara, yomon kutibsan ha. Kutganingga shuncha bo'lsa, kutmasang agar bir vagongacha to'xtash ekaning-da, inkubator. Amakim. Amaki emas, dada deyver, o'zini 8 ta bachasi bor. Yo, bona teacher. Endi Nargiz, shu desang, siz 8 ta bachangni teqista qilaylik. Dara ha dema, buni qo'shamiz deyman, 8 ta bachangga teqista bo'ladi, o'pshi. Nargiz, Sadul aka? kim bu? Erim 4-chi va yagona muhabbatim. Yo, bana Sadullo, otamni yeding. Assalomu alaykum. Assalom. Ukajon, o ayol ishlar qilgan, qo'lingga o'tirsangiz. Yo'q, normal hammasi. O'rus emasmiz. Yo'q, o'zbek. Qayerga ketamiz ukajon? Bilmem emas, bu kishi nima desalar o'sha yoqqa ketaveramiz. Siz bu kishini aytganlarini qilinglar-ku. Sizlar ham ko'payib ketdinglar ekan. Qayerga ketamiz? Bu kishini uyga tashlaysiz, meni klubga tashlaysiz. Siz uyga, yo'q, Men uyga bir klubga. yo'q. To'pa-to'pa. Hem yangi sportku ukajon. Siz uyga bachalarni qarab, ovqatdan qilib, erni ishdan kelishini kutib. Ya, bo'ladi. Sizni klubingiz u ko'ngillilar klubi bo'lmasa kerak, a? Nочной klub. Dam oladi-da. Kutaysi bugun klubga doston ham kelar-ku. Shu zo'r bachada shu, menga yoqadi. Uyimizga qo'ygan esingizgami? Kechiring. Noxos, bexosdan. Uzr. Ozgina hamsoyam esimga tushib ketdi-da, yomon dayus chiqdi ona. Kunlarcha. Men bugun uyga kelmayman, bu menikida qolaman, ertalab kelaman. Bo'ldi, men ertalab kelishingizga zavtrak taxlab kutib o'tiraman. Mashinamni maslahatin qilish esimdan chiqibdi-ku. Endi aytib qo'yaman endi sizlarni. Endi nima qilamiz? Qaysanna? Yo'q, siz o'tiring. Siz klubga aytib qo'yaman. Sizga baribir kerak emas. Sizga shu osh yegan pach qo'ylar bilan yerdan yo'q to'maykom. Sizga qo'y paraykom birontasi kerak emas. Dadam Sadullo zino qilibdi. Bana Sadullo, bu xotin boz chiqdi, yana boshqasini ketibdi-ku. Shu qizlar nimasiga uchsa Sadulloni? Bilmayman, katta bo'lsa kerakdan. Nima? Hovlisi katta bo'lsa kerakda deyman, qizlarga mol davlat, boylik kerak-ku. Qachon bir xil ekan razmerimiz Sadulloniki bilan? Nima razmeri? Hovlini razmeri 8 so'ti, uniki ham 8 so't. Buni taxlash shu Sadullon jo'qir zakonni qilib taxlab beradi. Sallama kanashingiz yetgan to'g'rilab berish kerak. Kelishimi? Shoshmang, ko'zingizga at yerga oling, tekbir kurmasin. Bobomrod ustasiga baribir. Sadulloni tekurdi dadam. Yo bana Bobomrod o'ldiribsan-ku buni. Ha? To'ki bor ekan-ku olim. Dadam, men buni nima qilishni bilaman. Yerni tagiga ko'mish kerak. Hoppa. O'zim ko'maman buni hozir. Ko'mbacha. Ko'taring dadam. Yo'q, buni Sadullon. Bobomrod, nima xato qilmadikmi shira? Dada kallasini chiqarmayman-ku buni. Yo bana Bobomrod. Kim bor? Hey! O'ylagan Sadullon ko'rganda. Sadullon machum yerni tagiga anq deb yotibdi. Sadul aka. Ye, onalar Sadullo yeridagiga ham menga xalaq beribdi-ku. Berdim aytam. Sadul aka. Fonogramma bilibdim nima. Shunday dadam. Sadullo, Jo'rajon. Keting qiz. Samsa olib keldim. Jonim, keling. Berasiz. Uyga включательgina qilibdi. O'shani keyin ko'rib berasan, yaxshi bo'lsang, ha? Dada, qo'ting uchadi bu Sadullon yoting. Berdim aytam.